Lola Qahramonova oxirgi payt ko'p uchrayotgan narsa bolalarda va o'smirlarda ham ko'p bo'lyapti. Yosh kattalarda ham qo'rquv, vahima, men hozir o'lib qolaman yoki men bo'g'ilib qolyapman degan narsalarni ko'p o'z ko'zim bilan ko'ryapman. Bu holatni qanaqa bu holatdan tuzalib chiqib ketish mumkin? Bu holat to'g'ri, oxirgi paytda juda ham ko'p. Menga ham shunaqa paniska ataka deyiladi. Paniska ataka bo'yicha rosa ko'p bemorlar juda ham murojaat qilishadi. Bu narsada hozir hamma masalan shifokorga, masalan nevrologga borilganda shunaqa vahima bilan bu yerda doriga beriladi srazu. O'zi paniska ataka har bitta odam hayotida bir marta bo'ladi. Masalan, avariya paytida, kimdir yaqin insoningizdan judo bo'lganingizda yoki yuqori lavozimda ishlaydiganlarda ko'p bo'ladi. Katta tekshiruvlar bo'lganda yoki lavozimidan olinayotganda shunaqa vahimalar bo'ladi, qo'rquvlar bo'ladi. Bu bir marta o'tib ketadi. Agar bu holat qayta takrorlansa, bu kasallik hisoblanadi va mutaxassisga murojaat qilish kerak albatta.